Assalomu alaykum, kanalimiz tinglovchilari. Bugungi videoda biz Jinko Solar kompaniyasi haqida gaplashamiz. Jinko Solar Xitoyning eng yirik quyosh paneli ishlab chiqaruvchi kompaniyalardan biri hisoblanadi. Jinko Solar 2006-yilda tashkil etilgan bo'lib, kompaniya shtab-kvartirasi Xitoyning Shanxay shahrida joylashgan. Jinko Solar oddiy panel ishlab chiqaruvchi kompaniya emas. U quyosh energetikasi ishlab chiqarish zanjirining bir nechta bosqichida ishlaydi. Ya'ni kompaniya kremniy plastinalar, quyosh elementlari va quyosh panellari ishlab chiqaradi. Buni oddiy qilib tushuntirsak, avval yuqori sifatli kremniy plastinalar, ya'ni vafer ishlab chiqariladi. Keyin undan quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantiruvchi elementlar tayyorlanadi. Oxirida esa shu quyosh elementlaridan tayyor quyosh panellari ishlab chiqariladi. Bu vertikal integratsiyalashgan ishlab chiqarish deyiladi. Bunday tizim kompaniyaga sifatni yaxshiroq nazorat qilish, mahsulot samaradorligini oshirish va global bozorda raqobatbardosh bo'lish imkonini beradi. Jinko Solar mahsulotlari bugungi kunda 190 dan ortiq davlat va hududlarda sotiladi. Kompaniya 2026-yil uchun 75-85 gigavat modul yetkazib berdi. Bundan tashqari 2026-yil oxiriga borib Jinko Solarning yillik ishlab chiqarish quvvati 100 gigavatga yetishi kutilmoqda. Shundan 14 gigavat qismi Xitoydan tashqarida ishlab chiqariladi. Bu esa kompaniyaning nafaqat Xitoy ichida, balki xalqaro miqyosda ham kengayib borayotganini ko'rsatadi. Jinko Solarning asosiy kuchli tomonlari sanoatdagi katta tajribasi, yuqori sifatli mahsulotlari, zamonaviy texnologiyalari va global bozordagi ishonchidir.